Tadam! Ana, kelinlikka yaraydigan bo'pti. Haqiqiy kelinga o'xshabdi. Buvi, Ha? buni unaqa qattiq qiynavormang. Sen qisib o'tir. Xotinlar ishiga aralashma. Shuni xotinlarning ishiga aralashma desangiz bo'ladi-yu, qisib o'tir deyish shartmi? O'zim bilaman nima deyishi. Kim tur? Sinovlarga tayyormisan? Xavotir olmang buvi. Men любой sharoitga moslashaman. Ha. Ko'rasiz, shu qishloqda sizdan o'tib ketadigan ayol bo'laman. Eng oldi kelinlaridan men bo'laman. Yo'q-ey, mendan o'tasanmi? Ha, mayli, ko'ramiz. Ha, aytib qo'yay. Men 7 ta o'g'il tuqqanman. Hay. Go'zal. Hay. Go'zal. Go'zal, tur. Iya, Bu nima qilasiz 7 ta o'g'il etib? Qo'rqitib yubordingiz, hushidan ketqizdingiz buni. mendan o'tmoqchi edi-yu bu xonimchangiz, a? Go'zal, ko'zingni och. Yaxshimisan? O'zing keldingmi? Buvi, rostdan 7 ta o'g'il tuqqanmisiz? Albatta, 7 ta o'g'il tuqqanman. Lekin men 5 ta qiz tuqqanimni ham hali aytmadim. Obbo. Bu Yo'q, hozirgi yoshlar ko'tara olmaydi bunaqa nagruskani. Nima aytasiz? Ey, sen jimdir. Hozir buvayni qilgan ishlarni aytsam, sen ham o'zingdan ketib qolasan. Go'zal, o'zingniki? Buningchi hali beri turmaydi. Ertaga obeddan keyin tursa ham hali katta gap. Menda ko'p praktikadan o'tgan. 12 ta bolani eshitib, hali beri o'zi kelmaydi.